Salom alaykum so'natilar. Bu videoda Photoshopga sun'iy intellekt o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni generation tugmasini. Demak, videoni boshladik. Birinchi bo'lib Telegramga o'tib, Sunadalar dizayner deb qidiramiz va shu yerdan Photoshop 2025 ni olib yuklab olamiz va o'rnatamiz. O'rnatishdan oldin internetda va antivirusni o'chiramiz. Internetni o'chirish tushunarli, lekin antivirusni o'chirish qanaqa bo'ladi? Bu juda ham oson. Kompyuterga o'rnatilgan antivirusdan "Отключить защита" tugmasini qidirib topamiz va shu yerdan o'chirib qo'yamiz. Agar shu tugmani topa olmasangiz, Windows postga kirib, panel upravleniyaga o'tamiz va "Удаление программа" tugmasiga bosamiz va antivirusni vaqtincha o'chirib turamiz. Photoshopni o'rnatib bo'lgandan keyin yana qayta o'rnatib qo'yamiz. Endi Photoshopni o'rnatishni boshlaymiz. Photoshopga kirganimizda bizda xuddi shunaqa ko'k o'yini ochiladi. Подробнее bosamiz. Выполнение в любой случай ni bosib, o'rnatishni davom ettiramiz. Shu yerda ikkita galochkani olib tashlaymiz va xuddi shu tarzda o'rnatib qo'yamiz. Va shu yerdan kirib, рабочий stolga Photoshopni chiqarib qo'yamiz. Videoni davom ettirishdan oldin kichkina eslatmam bor. Do'stlar, sifatli va foydali kontent yaratish o'zgarishlar, mehnat va vaqt talab qiladi. Shuning uchun meni kanalimni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolardim. Meni qo'llab-quvvatlash uchun Telegram botga o'tib, Danatjon bot deb qidiramiz va shu chiqqan botga kirib, start bosib, xohlagan summada donat qilishingizni so'rardim. Bu qilayotgan donatlar meni kontentlarimni sifatini oshirishda va kanalning rivojida juda katta rol o'ynaydi. Rahmat hammaga. Ikkinchi bo'lib Google ochib, Adobe'ning rasmiy saytiga kirib olamiz va turgan mintaqamizni tanlaymiz. Vhod tugmasini bosamiz. Bizda shunaqa oyna ochiladi. Google akkaunt orqali kirib olishimiz kerak bo'ladi. Kerakli akkaunt tanlaymiz va bizda yangi akkaunt ochiladi. Uchinchi bo'lib yana Google ga qaytib o'tib, Adobe Cloud dasturini yuklab olamiz va o'rnatamiz. O'rnatish tartibi xuddi shunaqa bo'ladi. To'rtinchi bo'lib, yangi ochilgan akkauntni shu dasturga ulab olishimiz kerak bo'ladi. Ulab olish tartibi ham xuddi shunaqa davom etadi. Beshinchi bo'lib, Adobe Cloud dasturiga qaytib kiramiz va shu yerdan Photoshopni qidirib topib, "Обработка бесплатно" tugmasini ustiga bosib, 2 marta "Подробнее" bosamiz va shu yerdan sizdan ba'zi ma'lumotlarni so'raydi. Viza karta raqami, ism, familiya, shunga o'xshagan ma'lumotlar. Hamma kerakli ma'lumotlarni to'ldirib chiqasiz va "Принять подробнее" bosib turib, ozgina kutib turganimizdan keyin va bizda sun'iy intellekt ulandi. 7 kunlik bepul obuna tugagandan keyin sun'iy intellekt o'chib qolmaydi. Sababi sizga 1000 ta kreativ beradi. Ya'ni o'zini ichiga tangasi. Har bitta generation tugmasini bosganingizda bittadan kreativ yechib oladi. 1000 ta kreativ tugagandan keyin sun'iy intellekt ham o'chadi. Sun'iy intellekt o'chgandan keyin yana xuddi shu tartibda yangi akkaunt ochib, shunaqa qilib davom ettirsangiz bo'ladi. Qisqacha videomiz shundan iborat edi. Kanalga obuna bo'ling, like bosing. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring.